Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Eston Baroda sigirimiz. Tishlari 2 tish, 4 oylik bo'g'oz, rappa rosa 4 oydan o'tyapti, 5-oyga qarab yuryapti. Yeb tishlari joyida. Hamma yo'g'i kelgan. Kallalari, chiroyli kallalari. Novoz kalla aka, sigir kalla emas. Mana old tomonlari, mana old yelkalari, mana orqa to'shlari, mana o'rta bellari aka, mana kallalari ham chiroyli, novoz kalla. Emas, chiroyli, mana oldilarini ko'rib ko'rasiz aka, mana oldi to'shlari, qoch kalla zali. Chotlari mana aka, qonnilari ham shu pastga qarab, sekin egilgan. Xudo xolasa akalar, chiroyli mol mana aka, mana. Xo'p, chotlari ham mana chiroyli chot mana, sekin. Sekin yo'ring. Mana molimiz. Mana tepalari, orqalaridan mana chiroyli, go'zal holatda. Bo'ylari 1.15, oldilari, orqalari 1.17 chiqadi, xudo xolasa. 1.17, 1.18. Go'zal, chiroyli holatda.